Qadrlik do'stlar, roza haqida xili yoq savatlarga ega bo'ldik. Endi islomning 4-sharti bo'lgan zakot haqidagi tushunchalarni so'zlab beqinglar. İslamның 5 şartından biri zakat. Zakat mal bilan qilinadigan bir ibodat. Bu baylarning mol-mulkining 40dan birini yo'qsul va muhtoj kishilarga ayirib berishdir. Men bir hara, hammalarga ma'lum bo'lgandek, men gullardan shirni to'plab, insonlar yaxshi ko'radigan hasal ishlab chiqarman. Men hasalimning bir qismining yo'qsullarga zakat qilib berilishini baxt deb bilaman. İslamның 5 şartidan biri zakatdır. Zakat mal bilan qilinadigan ibodatdir. U baylarning yillik kirimining 40dan birini yo'qsul va muhtoj kishilarga ayirib berishdir. Nihoyatda yaxshi bo'ldi do'stlar. Zakotning islomning 4-sharti ekanligi va pul pichak, mal dunyo bilan qilinadigan ibodat ekanligini bilib oldik. Do'stlar, yana qo'shimcha qildiganlar bormi? Men musulmonlarga dardmanlarning dardiga darmon bo'lishni, muhtojlarga qo'ldan kelishcha yordam qilishni, ojizlarga yor yo'lak bo'lib, yetim misrlarning beshini silashni, tejashlik bo'lib, isrof qilmaslikni, mol-mulkining zakotini berishni tavsiya qilaman. Söyümlük dada, İslamның 5 şartı haqida qizg'in paranglashayotimiz. Sizlar mening savollarimga shundoq yaxshi javoblarni beryapsizlar. Sizlar bu ma'lumotlarni nereden o'rgandinglar? Biz ko'p kitob o'qiymiz o'g'lim. Biz o'zimizni yetildirish va sening savollaringga javob berish uchun ko'p kitob o'qiymiz. Senmi ko'plab kitob o'qishing kerak o'g'lim. Man qara o'g'lim, sen so'ragan savollarning javobini mana bu kitobdan o'rgandik. Buningdan boshqa kitoblarmi bor albatta. Ammo sening savollaringga bu kitobni asos qilib javob beryapmiz. Qarab boqayli. Bu kitobda islomning 5 shartidan biri bo'lgan zakot haqida nimalarni yozdik? Zakot islomning 5 shartidan biri. Zakotning lug'at ma'nosi poklashdir. Zakot iqtisodiy ibodatdir. Belgilik miqdorda iqtisodi bor kishilar pul milining 40dan birini zakot ilishga tegishli shaxs va o'rinlarga berish kerak. Zakat to'g'risida Alloh taolo mundaq degan: namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Alloh haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Qur'oni Karimda namoz bilan zakot ko'p qatim birlikda tilga ilingan. Masalan, ular namozni talabga loyiq ado qiladi, zakot berdi ve ahiretge cezmen işinidir. Zakat haqida köpligen hadis şerifler var. Peygamber aleyhisselam bir hadiste mundaq degan: ularni oldi bilan Alloh taolaga ibodat qilishga da'vat qilgan. Agar ular Allohni tunisa, ondan ularga Allohning bir kecha kunduzda 5 vaqt namozni farz qilganligini aytgan. Agar uni qilsa, ondan Allah'ның ularning mollariga zakotni farz qilganligini va zakotning ularning faqirlarga berilganligini aytgan. Agar uni qabul qilsa, ulardan zakot olgin. Zakotga ularning esil mollarini elishdan saqlangan. Dadasi, demakki, zakot berganda mol-mulkning o'tiral bo'lganini berishimiz lozim ekanda? Shundoq. Ammo mol egisi o'z ixtiyorligi bilan mol-mulkining eng yaxshisini bersa, katta savobga erishadi. Ya'ni bir odamning yuzlarcha qo'yi bo'lib, bulardan birini zakotga bermoqchi bo'lsa, bularning ichidan eng cho'ngini berish talab qilinmagandek, eng o'ruq, kasal va kichigini berishga bo'lmaydi ekan. To'g'risi, ularning orasidan o'tirhal va sog'lom birini berish kerakkanda? Shundoq, molning o'tirhal bo'lganini berish bilan zakot shartini ado qilgan bo'lamiz. Zakot berish uchun kishining musulmon, aqli ho'shi joyida va balog'atga yetgan bo'lishi shart. Yig'inchoqlaganda zakot bir iqtisodiy ibodat bo'lib, lug'at ma'nosi pokizlash deganlikdir. Belgilik miqdorda iqtisodi borlar mol-mulkining 40dan birini zakot berdi. Zakot insonlar o'tirsidagi tengsizlik, yo'qsullikning tugishida muhim rol o'ynaydi. Do'stlar, hozirgacha bayon qilingan islomning shartlarini takrorlab baqsaq qandoq? Shundoq qilaylik do'stlar. Undaq bo'lsa, islomning 1-sharti nima deb baqay?
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bunun ma'nosi guvohlik beramanki Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Yana guvohlik beramanki Muhammed alayhissalom Allohning bandisi va elchisidir. Do'stlar, islomning ikkinchi sharti namoz o'qish. Ota-bola ikkalanning parig'idan namoz haqida ko'p narsalarni bilib oldik. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar, islomning 3-sharti roza tutish. Biz Ahmed va ota-onasining parig'idan rozaning bir qism foydalarini bilib oldik. Bu yerda shuni qo'shimcha qilamanki, roza sabr toqat qilishni o'rgatish bilan birga gunoh maisiyatlarga qarshi qalqonlik rolini o'ynaydi. Do'stlar, islomning 4-sharti zakat. Zakat haqida Alloh taolo mundoq degan: namozni ado qilinglar, zakatni beringlar. O'zinglar ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Alloh haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turguchidir. Zakat iqtisodiy ibodatdir. Belgilik miqdorda mol-mulk ega har bir musulmon zakat berishi kerak. Buni unutib qolmayli, do'stlar. Islomning 4-sharti zakat bo'lsa, 5-sharti-chi, do'stlar? Uni menda baqay do'stlar. Tövbe birodar, sen mittin? Seni ko'rmagili uzun bo'pti-ki. Paqijon, sen to'gini quruq gapga tutmagan. U bizga islomning 5-shartini aytib bermoqchi. Chapsan bo'l to'gijon, qulqimiz sen.